Ko'ryapsizmi, mana mashi tushsa nima bo'ladi? Mashi tushsa. Shundan bilib savollar beraman. Meni qaysi narsa ijoddan to'xtatadi? Qaysi? Lekin boshqa joyga ham borishim mumkin-da. Lekin-da ko'chada yomg'ir ham yog'ayotdi-da. O'sha ob-havo ham meni ogohlantirdi. Bunisini endi kechira olmayman degan vaziyatingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bunisini kechira olmayman. Kechira olmayman degan anaqa joyimdan ham kechirganman. Shuni tepalariga kirib qo'yganmiz. Kimni sog'lig'i oxirgi o'rinda? Necha yil kutilgan Amir? Amir 6 yildan o'tib 7-yiliga qaraganda 6 yil, 7 yil kutilgan. biz endi shu nima deydi, sal yoshlikda o'sha paytlar sho'xlik qilib kayf sopalaga qiziqib ketib qolganmiz. Maishat yaxshi ko'rardingiz. Maishatga. qiynalib shu bolamiz yo'qligidan yig'lardim. Juda ko'p azob ko'rib yig'lardim. Hammaning bolasi bor, bizaniki yo'q deb. Qarindoshlaring orasida meni bachkana deydiganlar bormi? Shamlar yoqib, dadasi esingizmi? Svet yo'q edi-da. O'zim Tili nima bo'lsa ham qo'li shirin lekin. O'zim masalan odamlarni shu kayfiyatini ko'targanim bilan, kuldirganim bilan o'zimning ichimda dardim ko'p meni. Bir-biringizdan zerikkan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lmagan. 10 yil, 20 yil yashasangiz ham, 30 yil yashasangiz ham baribir pulni oxirigacha bilish qiyin ekan. O'rganish qiyin. Ha, o'rganish qiyin ekan-da. Tiko ham masalan turib gapirsam biladimi uni? O'zi yo normal odam o'zi zo'rg'a siqadi-da uni. Shundan kelib to'xtayman, shu banalik qo'rnimdan keladi-da.